post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun uzluksiz ishlaydigan 3 smenali tizimga o'tkaziladi. Maqsad odamlar xotirjam, tinch yashashi uchun xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlari misolida tahlil qilamiz. Ayni paytda Sarchashma mahallasidamiz. Bu yer Qashqadaryo viloyati markazidan 154 kilometr uzoqlikda joylashgan, Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hisoblanadi. Yana quyiroqda, ya'ni 25-30 kilometr masofada Hisorak mahallasi ham joylashgan va kun sovuq bo'lishiga qaramasdan bu yerda prezidentimizning videoselektor yig'ilishida bergan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida ishlar amalga oshirilyapti. Aytish kerak, videoselektor yig'ilishida ilgari surilgan vazifalar ijrosi doirasida Qashqadaryo viloyatidagi mavjud 776 ta mahallada xavfsiz muhitni shakllantirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Xususan, Shahrisabz tumanidagi 3 ta qizil toifaga kiritilgan mahalla ham mazkur jarayonga jalb qilingan. Videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarning ijrosi amalga oshirilayotgan ishlarni jadallashtirish maqsadida Shahrisabz tumanida manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Avvalo, jinoyatni kelib chiqish sabablari va omillari tahlil etilib, muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Hisorak va Sarchashma mahallalari tutash hududda joylashgan. Birgina Hisorak mahallasi 8 ta qishloqni o'z ichiga oladi. Shundan Tamshush, Nonbek va Duoba qishloqlari Sarchashma bilan chegaradosh hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu hududlarda jinoyatchilikning oldini olish, ayniqsa uyushmagan va o'smir yoshdagi bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, aholini kiber jinoyatlardan himoya qilish bo'yicha xonadonma-xonadon targ'ibot ishlari olib borilib, fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotlar tashkil etilmoqda. Hisorak mahallasi hozir kunda qizil toifaga tushib qolgan, menga afsus. Haqiqatan ham bizning kamchiligimiz juda ham ko'p ekan. Hozir o'z kamchiliklarimizni o'zimiz belgilab olib, bartaraf qilish yuzasidan ishlar kuchaytiryapmiz. Asosan jinoyatchilikda, huquqbuzarliklarda barvaqt oldini olish yuzasidan ko'chalarda video kuzatuv moslamalarini o'rnatish amalga oshirilmoqda. Shu bugunning o'zida 3 ta kamera o'rnatishga muvaffaq bo'ldik. Xizmat jarayonimda voyaga yetmagan o'quvchilar profilaktik suhbatlar qilib, qayerga boryapti, qiziqib, bu bo'yicha mana mahalla yettiligi bilan birgalikda ish tashkil qilyapmiz. Inspektor psixologlarimiz ham bir-birimiz bilan hamkorlikda o'sha voyaga yetmaganlarda giyohvandlik, boshqa illatlardan qaytarish yuzasidan profilaktik ishlar olib borilmoqda. Hisorak mahallasini yashilga o'tkazishga va'da beramiz. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hududda 6115 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 1500 nafarga yaqini yoshlar bo'lib, bu yerda 5 ta umumta'lim maktabi faoliyat yuritadi. Migratsiya xizmatlari tomonidan fuqarolarni hujjatlashtirish, vaqtinchalik ro'yxatga olish hamda mehnat migratsiyasiga oid masalalar yuzasidan ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu esa oddiy qishloq aholisining uzoq yo'l bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga xizmat qilyapti. Albatta, amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu ishlar fuqarolarning kayfiyati va turmush tarziga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Menga faqat rostini aytib berasiz, xo'pmi? Profilaktika inspektorlari boradimi? Borib xabar oladi, bizlarga yordam beryapti. Boshqa kamchilik yo'q bizlarga. Mahallangiz tinchmi? Tinch, Xudoga shukr. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Shahrisabz tumanidagi qator hududlarda qo'riqlash xizmati tomonidan aholining uy-joylari va obyektlarini qo'riqlovga olish bo'yicha ham targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Natijada fuqarolar mulkining daxlsizligi ta'minlanyapti. Umuman olganda, videoselektor yig'ilishidan so'ng Shahrisabz tumanida amalga oshirilayotgan ushbu kompleks ishlar jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, aholi tinchligi va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Jarqo'rg'on tumanida 66 ta mahallada 245 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Tahlillarga ko'ra, tumandagi 4 ta mahalla kriminal vaziyati og'ir bo'lgan, qizil toifaga kiritilgan. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va mahallalarda xavfsiz muhitni barqaror ta'minlash maqsadida tumanda 3 bosqichli tunu kun faoliyat yurituvchi xizmat yo'lga qo'yildi. Barcha mahallalarga ichki ishlar bo'limining malakali sohaviy xodimlari biriktirilib ishlashi ta'minlandi. Manzilli profilaktik ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida aholi xonadonlaridagi ijtimoiy holat o'rganilib, xavf omillari aniqlanmoqda. Shuningdek, uyushmagan yoshlar bilan individual suhbatlar o'tkazilib, ularning huquqbuzarlik sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarning oldi olinmoqda. Bizning do'stlik mahallamizda 3510 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallamiz 5 yildan buyon qizil toifada edi. Hozirda mahallada jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha barcha sa'y-harakatlar olib borilyapti. Hozirda mahallamiz namunali mahallaga
toifasiga kiradi. Bozor hududi ko'proq jinoyat berishga moyil hudud bo'lganligi uchun 49 dona kameralar o'rnatildi. Jinoyatni oldini olish bo'yicha chora-tadbir belgilab bo'lganmiz. Tumanda jamoat xavfsizligini mustahkamlashda qo'riqlash xizmatining o'rni va ahamiyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Do'stlik va Qorayantoq mahallalarida fuqarolar va tadbirkorlar ishtirokida profilaktik targ'ibot tadbirlari davomida qo'riqlash signalizatsiyalari, tashvish tugmachalari va zamonaviy texnik vositalarning afzalliklari tushuntirildi. Shundan so'ng bir nechta xonadonlar va tadbirkorlik obyektlari qo'riqlov tizimlariga ulandi. Qorayantoq mahallamizda 2020 ta xonadon mavjud. Ushbu 2020 ta xonadonda 8074 ta aholi istiqomat qiladi. Hozirgi kunda mahallamizda 78 ta kamera o'rnatilgan bo'lib, ushbu 78 ta kameradan 4 tasi Face ID, ya'ni yuzni tanib olishga, moslashga kamera hisoblanadi. Bundan tashqari mahallamizda 70 ta xavfsiz yo'lak tashkil etilib, ushbu xavfsiz yo'lak barcha xonadonlar qo'riqlov pultiga ulangan. Jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida bozorlar faoliyatini tartibga solish va raqamlashtirish ishlari ham izchil davom etmoqda. Chilonzor tajribasi asosida Jarqo'rg'on tumanidagi dehqon va oziq-ovqat bozorlari hududida raqamlashtirish jarayonlari jadallashtirildi. Savdo jarayonlari elektron tizimlar asosida nazoratga olinib, bozor hududlari video kuzatuv kameralari bilan jihozlandi. Shuningdek, bozorlarda alohida patrul yo'nalishlari tashkil etilib, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash choralari kuchaytirildi. Tumandagi maktablarda inspektor psixologlar tomonidan o'quvchilar bilan muntazam profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularning ruhiy holati va ijtimoiy muammolari o'rganilmoqda. Ta'lim muassasalarida video kuzatuv moslamalari va xavfsizlik tizimlari bilan jihozlashga alohida e'tibor qaratilgan. Tumanimizda maktab o'quvchilarini davomatini olish zamonaviy turniketlar, ya'ni yuzni tanib olish Face ID orqali amalga oshirilmoqda. Menga biriktirilgan Jarqo'rg'on tumani 11-sonli umumta'lim maktabida ham har bir sinflarimiz ovozini yozib oluvchi kameralar bilan jihozlangan. Biz buni o'quvchilarning davomatini kamera orqali aniqlashtirib olamiz. Bundan tashqari, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida maktablar va aholi gavjum hududlar oldida yo'l chiziqlari yangilanib, sun'iy notekislar va yo'l belgilari o'rnatildi. Bir so'z bilan, tizimli chora-tadbirlar jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.